Shu uzoq vaqtdan buyon munosabatda bo'lgan yaqin shu tanishim bilan kelib chiqqan tushunmovchilik sabab borib jahl ustida ozgina sovuq qurol bilan tahdid qilib zarar yetkazdi. 30 yanvar kuni bo'lganda bu voqea. Bugun esa ish sud tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Sodir etganlikda aybli deb topilsin va u dushmanlardan 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Bo'lgan ishdan, qilgan ishimizdan pushaymonamiz. Qo'llanilgan jazodan o'zimizga kerakli xulosani chiqarib, kelajakda unaqa ishlarni qaytarmasligiga harakat qilamiz. Ayblanuvchining xulosa chiqarishiga sabab bo'lgan qarorni sudya bu gal sud zalida emas, Yashnobod tumanining Behizor mahalla fuqarolar yig'ini binosida qabul qildi. Aynan maktab o'quvchilari hamda boshqa fuqarolar qarshisida. Maqsad esa bu bilan huquqbuzarliklarning oldini olish. Bolalar o'zligi ko'rishsin, mana sud jarayonini, haqqoniyligini, qanaqa qarorlar chiqarilyapti, yomon xulqi bilan bir-biri bilan urushsa yo bu jinoyat qilsa nima bo'lishini bilishsin deb olib kelindi. O'quvchilar ko'z oldida faqat jinoiy emas, ma'muriy huquqbuzarliklar uchun ham choralar ko'rildi. Magazinda soliq chekib berilmaganiga o'shinga 4,5 million jarima tortildi. Tushunganim shu bo'ldiki, har bir magazinga kirganimda soliq chekib berilishi shart ekan. Bu kabi ochiq sayyor sud majlislari jamiyatda qonun ustuvorligini mustahkamlash, yoshlar ongida mas'uliyat hissini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Qonun jazolash vositasi emas, ogohlantirish va tarbiya maktabidir.